Demak, azizlar, mana ko'rib o'tganingizdek, bugungi navbatdagi embrion transfer jarayonimizda qizimizda multifolikulyar yechnik hisobiga tuxumdonlar vaqtida ovulyatsiyasi bir necha bor olib borilgan davo muolajalariga qaramasdan ovulyatsiya jarayoniga erishish imkoni bo'lmadi hamda turmush o'rtoqlarini sperma ko'rsatkichlari biroz pastroq bir necha olib borilgan sperma stimulyatsiya va boshqa davo choralari natijasida effekt kuzatilmadi va shuni hisobga olib qizimizni eko amaliyotiga oldik va bugungi kunda 7 ta embrionimiz bor. Ushbu embrionlarni hozir birin-ketin embrion transfer amaliyotini boshlamoqdamiz. Bugungi mana embrion transfer amaliyotini guvohi bo'lishingiz mumkin. Umid qilamizki, ushbu qizda ham musbat natija olib, onalik baxtiga muyassar bo'ladi. Kuzatishda davom eting. Demak, embrion berildi. Hozirgi aytib o'tganimizdek, ultratovush tekshiruvi yordamida kuzatuvda embrion bachadan chekirg'izilib, tezlikda yuborib aylanma harakatlar orqali olib embrionga qaytarib beriladi.